Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarim. Bugun siz bilan har birimiz uchun, ayniqsa keksa avlod vakillari uchun o'ta muhim bo'lgan, ba'zi holatlarda hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin bo'lgan bir masalani muhokama qilamiz. Hukumatimiz tomonidan joriy etilayotgan yangi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash chorasi may oyidan boshlab amalga oshiriladigan yangi to'lovlar haqida so'z boradi. Bu ma'lumot har bir pensioner uchun, har bir oila uchun, o'z qarindoshlari va yaqinlarining farovonligi haqida qayg'urayotgan har bir inson uchun juda muhimdir. Agar siz ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tinglasangiz, yangi imkoniyatlarni qo'ldan boy bermaslik uchun barcha kerakli bilimlarga ega bo'lasiz. Shunday ekan, hoziroq kanalga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumot qanchalik ko'p odamga yetsa, shuncha yaxshi. Avvallari pensiya ta'minoti tizimi asosan shaxsning mehnat staji va o'rtacha ish haqi miqdoriga asoslanib ishlagan. Har yili pensiyalar indeksatsiya qilinib, inflyatsiya darajasiga mos ravishda oshirilgan bo'lsa-da, ko'pchilik pensionerlar uchun bu o'zgarishlar hayot darajasining yaxshilanishiga yetarli darajada ta'sir etmagan. Ayniqsa yashash xarajatlari doimiy ravishda oshib borayotganini hisobga olsak, ko'pchilik pensionerlarimiz kunlik ehtiyojlarini qondirishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishgan. Dorilar narxi, kommunal xizmatlar uchun to'lovlar, oziq-ovqat mahsulotlari narxining ko'tarilishi ularning cheklangan budjetiga katta yuk bo'lib tushgan. Bugungi kunda esa vaziyat bir qadar o'zgarmoqda. Davlatimiz ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlashga yanada ko'proq e'tibor qaratmoqda. Shu sababli may oyidan boshlab aynan mana shu qiyinchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan pensiyalar tizimiga muhim o'zgartirishlar kiritilmoqda. Bu o'zgarishlar faqatgina inflyatsiyaga moslashtirilgan oshirish emas, balki aniq maqsadga yo'naltirilgan, ayrim toifadagi pensionerlarimizga sezilarli darajada yordam berish kutilayotgan qo'shimcha to'lovlar ko'rinishida namoyon bo'ladi. Biz hozirgi kunda pensiyalar tizimi qanday ishlashi va may oyidan boshlab qanday o'zgarishlar kutilayotgani haqida atroflicha gaplashamiz. Endi esa eng asosiy qismga o'tamiz. Bu yangi to'lov haqida nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar bu imkoniyatdan foydalanishi mumkin va kimlar esa xavotirlanishi shart emas. Avvalo shuni ta'kidlash kerakki, bu yangi to'lov universal xarakterga ega emas, ya'ni barcha pensionerlarga birdek berilmaydi. U aniq belgilangan mezonlarga javob beradigan, ijtimoiy himoyaga muhtoj hisoblangan toifadagi pensionerlarimizga qaratilgan. Davlatimiz tomonidan o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, mamlakatimizda hali ham o'z daromadlari orqali munosib yashash sharoitlarini ta'minlay olmayotgan pensionerlar toifasi mavjud. Aynan ularga ko'mak berish maqsadida may oyidan boshlab qo'shimcha ijtimoiy ta'minot nafaqasi deb nomlangan yangi turdagi oylik to'lov joriy etilmoqda. Bu to'lov har bir pensionerning o'ziga xos holati, ya'ni uning pensiya miqdori, oilaviy sharoiti, boquvchilarning mavjudligi yoki yo'qligi, nogironligi kabi omillar hisobga olingan holda belgilanadi. Asosiy maqsad hech bir pensionerimiz minimal yashash standartidan past daromad bilan yashamasligini ta'minlash. Bu degani, agar sizning umumiy oylik daromadingiz, pensiyangiz va boshqa rasmiy daromadlar jamlanmasi hukumat tomonidan belgilangan minimal yashash standartidan past bo'lsa, siz ushbu qo'shimcha to'lovni olishga haqli bo'lasiz. Keling, bir nechta aniq hayotiy misollar bilan bu masalani yanada chuqurroq tushuntirsam. Birinchi misol, Oysha buvi 75 yoshda uzoq yillardan beri Sirdaryo viloyatining O'g'oltin tumanida yolg'iz yashaydi. Uning yagona daromad manbai bo'lgan pensiyasi hozirda 8,5 million so'mni tashkil etadi. Afsuski, bu summa uning oziq-ovqat, dori-darmon va kommunal to'lovlar kabi asosiy ehtiyojlarni qoplashga yetmayapti. Ayniqsa, qish oylarida isitish uchun qo'shimcha xarajatlar uning byudjetiga katta yuk bo'ladi. Hukumat tomonidan belgilangan yangi minimal yashash standarti pensiyalar uchun 1,2 million so'm deb belgilanganini hisobga olsak, Oysha buvining pensiyasi bu chegaradan ancha past. Shuning uchun u may oyidan boshlab 2,5 million so'm miqdorida qo'shimcha ijtimoiy yordam pulini olishga to'liq haqli bo'ladi. Bu uning oylik daromadini 1,2 million so'mga yetkazib, unga biroz nafas olish imkoniyatini beradi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, davlatning yangi tashabbusi aynan Oysha buvi kabi og'ir ahvolda yashayotgan, har bir so'mni tejashga majbur bo'lgan fuqarolarimizga qaratilgan. Bu nafaqat moliyaviy yordam, balki davlatning o'z fuqarolariga g'amxo'rlik ko'rsatayotganligining yaqqol ifodasidir. Ikkinchi misol, Ahmad bobo 68 yoshda
Toshkent shahrining Chilonzor tumanida istiqomat qiladi. Uning pensiyasi 1.500.000 so'm bo'lib, bu minimal yashash standartidan yuqori ko'rinishi mumkin. Ammo Ahmad Bobo yolg'iz o'zi yashamaydi. Balki u o'zining guruh nogirini bo'lgan 1 yoshli farzandiga ham boquvchilik qiladi. Farzandining davolanishi va kundalik ehtiyojlari uchun sezilarli miqdorda mablag' sarflanadi. Bu holatda Ahmad Boboning o'z pensiyasi minimal yashash standartidan yuqori bo'lsa ham, u oilaviy ahvoli, ya'ni nogiron farzandi borligi sababli qo'shimcha ijtimoiy yordam olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Hukumatning yangi qarorida nafaqat pensiya miqdori, balki oilaviy ahvol, ayniqsa qaramog'ida nogiron yoki voyaga yetmagan farzandlari bo'lgan pensionerlar ham alohida e'tiborga olingan. Bunday holatlarda pensiya jamg'armasi mahalliy bo'limlari yoki davlat xizmatlari markazlari orqali ariza topshirilganda oilaning umumiy ahvoli va ehtiyojlari chuqur o'rganiladi. Agar Ahmad Boboning holatida haqiqatan ham moliyaviy qiyinchiliklar mavjudligi tasdiqlansa, unga ham ma'lum bir miqdorda qo'shimcha to'lov belgilanadi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, daromad darajasi muhim bo'lsa-da, oilaning ijtimoiy holati va yuksalishi ham beparvo qoldirilmaydi. 3-misol, Gulnora opa 6 yoshda Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida yashaydi. U o'zining 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Bu esa hozirda 900.000 so'mni tashkil qiladi. Guruh nogironligi uni qisman mehnat qilish imkoniyatidan mahrum qiladi va uning doimiy ravishda dorilarga va tibbiy muolajalarga ehtiyoji bor. Bu qo'shimcha xarajatlar uning byudjetiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Yangi qonunchilikka ko'ra nogironligi bo'lgan pensionerlar, ayniqsa og'ir darajadagi nogironligi borlar, avtomatik ravishda qo'shimcha ijtimoiy yordam olishga nomzod hisoblanadilar. Gulnora opaning pensiyasi minimal yashash standartidan past bo'lgani uchun u ham Oysha buvi singari 300.000 so'm miqdorida qo'shimcha to'lovni olish huquqiga ega bo'ladi. Bu uning dorilari va tibbiy xizmatlar uchun sarf xarajatlarini qoplashga yordam beradi. Uning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ushbu misol nogironligi bo'lgan shaxslarga davlat tomonidan berilayotgan alohida e'tiborni va ularning ijtimoiy himoyasini ta'minlashga qaratilgan doimiy sa'y-harakatlarni namoyish etadi. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Agar sizning pensiyangiz va boshqa rasmiy daromadlaringizning umumiy miqdori hukumat tomonidan belgilangan minimal yashash standartidan sezilarli darajada yuqori bo'lsa va sizning oilaviy ahvolingizda qo'shimcha ehtiyojlarni keltirib chiqaradigan og'ir vaziyatlar mavjud bo'lmasa, ehtimol siz ushbu yangi to'lovga murojaat qilishga hojat qolmaydi. Ammo bu sizning hozirgi ahvolingiz bugun yaxshi ekanligini anglatmaydi. Agar kelajakda sharoitlaringiz yomonlashsa, bu imkoniyatdan foydalanish huquqiga ega bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun har doim yangiliklarni kuzatib borish va o'zingizning huquqlaringizdan xabardor bo'lish juda muhimdir. Endi esa ushbu yangi qoidalar bilan bog'liq bo'lgan istisnolarga, kutilmagan qiyinchiliklarga va unchalik aniq bo'lmagan nozik jihatlarga to'xtalib o'tamiz. Bu joyda ayniqsa diqqatli bo'lishingizni so'rayman. Chunki kichik bir tafsilot ham sizning qo'shimcha yordam olish huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Birinchi va eng muhim nozik jihat bu umumiy daromad tushunchasidir. Ko'pchilik pensionerlar faqatgina o'zlarining pensiya miqdorini hisobga oladi. Ammo yangi tizimda davlat faqatgina pensiyani emas, balki sizning boshqa rasmiy daromadlaringizni ham inobatga oladi. Masalan, agar siz kichikroq hajmdagi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz va undan rasmiy ravishda daromad olayotgan bo'lsangiz yoki qandaydir ijara haqi evaziga rasmiy daromadga ega bo'lsangiz, ushbu daromad ham umumiy hisobga kiritiladi. Bu ayniqsa ba'zi pensiyalar uchun muhim bo'lishi mumkin. Chunki ular o'z pensiyalariga qo'shimcha sifatida, masalan, kichik bir do'kondan olingan ijara haqi kabi daromadlarga ega bo'lishlari mumkin. Bu kabi daromadlarni rasmiy ravishda deklaratsiya qilish juda muhim. Chunki aks holda pensiya jamg'armasi sizning moliyaviy ahvolingizni noto'g'ri baholashi mumkin. Ikkinchi jihat bu to'lovlarni qayta baholash jarayoni. Bu qo'shimcha ijtimoiy ta'minot nafaqasi bir marta beriladimi yoki har yili qayta ko'rib chiqiladimi? Qoidalarga ko'ra bu to'lovlar doimiy xarakterga ega bo'lib, har oyda to'lanadi. Biroq sizning moliyaviy va oilaviy ahvolingiz o'zgargan taqdirda bu to'lovlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, agar sizning pensiya miqdoringiz sezilarli darajada oshsa, masalan, hukumatning navbatdagi pensiya oshirish qarori bilan yoki sizning qaramog'ingizdagi shaxslar soni kamaysa, masalan,
farzandingiz voyaga yetib mustaqil daromad manbaiga ega bo'lsa, unda sizning qo'shimcha to'lov olish huquqingiz qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Pensiya jamg'armasi va boshqa tegishli davlat organlari ma'lumotlar bazalarini muntazam ravishda yangilab turadi va bu kabi o'zgarishlarni kuzatib boradi. Shu bois har qanday o'zgarish haqida tegishli organlarga o'z vaqtida xabar berish sizning majburiyatingizdir. 3-pitfall bu hujjatlarda xatolar yoki to'liqsizliklar. Ariza topshirishda ko'pincha kichik, ammo muhim detallar e'tibordan chetda qolishi mumkin. Misol uchun, to'g'ri shakldagi ariza blankasini to'ldirmaslik, barcha kerakli hujjatlarning nusxalarini ilova qilmaslik yoki ulardagi ma'lumotlarning eskirgan bo'lishi kabi holatlar arizangizning rad etilishiga yoki ko'rib chiqish muddatining cho'zilishiga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zan berilmagan. Ba'zan pensionerlar o'zlarining nikoh guvohnomasi yoki farzandlarining tug'ilganlik guvohnomasi kabi hujjatlarning eskirgan nusxalarini topshirishadi. Ammo pensiya jamg'armasi eng so'nggi va tasdiqlangan hujjatlarni talab qiladi. Shuningdek, ba'zi hududlarda talab qilinadigan hujjatlar ro'yxatida mahalliy xususiyatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun murojaat qilishdan oldin o'zingizning hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limi yoki davlat xizmatlari markazidan aniq ro'yxatni so'rab olish maqsadga muvofiq. 4-muhim nuansa bu mahalla fuqarolar yig'inlarining roli. Yangi ijtimoiy yordam tizimida mahalla institutining ahamiyati juda katta. Ko'pgina hollarda pensionerning moliyaviy ahvoli va ijtimoiy himoyaga muhtojligi haqidagi dastlabki ma'lumotlar mahalla fuqarolar yig'inlari orqali tekshiriladi. Ular sizning yashash sharoitingizni, oilaviy ahvolingizni va haqiqiy ehtiyojlaringizni eng yaxshi biladigan organ hisoblanadi. Agar siz ushbu to'lovga murojaat qilsangiz, mahallangizdagi mas'ul xodim sizning uyingizga tashrif buyurib, vaziyatni o'rganishi va tegishli xulosa berishi mumkin. Ba'zi hollarda mahalla sizga kerakli hujjatlarni tayyorlashda yoki arizani to'ldirishda yordam berishi ham mumkin. Shuning uchun mahallangiz bilan yaxshi aloqada bo'lish va ularning tavsiyalariga amal qilish muhimdir. 5-istisno holat. Bu boshqa turdagi nafaqalar yoki imtiyozlarni oladigan pensionerlar. Agar siz allaqachon boshqa turdagi davlat yordamlarini, masalan, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi, nogironlik nafaqasi, pensiya emas, nafaqa, yoki kam ta'minlangan oilalarga beriladigan bolalar nafaqasini olayotgan bo'lsangiz, bu yangi to'lov sizning boshqa imtiyozlaringizga qanday ta'sir qilishini aniqlashtirish zarur. Ko'pincha davlat tomonidan beriladigan turli xil yordam turlari bir-birini istisno qilishi yoki ularning miqdori o'zaro hisobga olinishi mumkin. Bu masalada har bir holat individual ravishda ko'rib chiqiladi. Shuning uchun sizning shaxsiy holatingiz bo'yicha pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Ular sizga aynan sizning holatingizda qaysi turdagi yordamni olish maqsadga muvofiqligini aniq tushuntirib berishadi. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu yangi to'lov juda xayrli va ko'plab pensionerlarimiz uchun muhim yordam bo'lsa-da, uning o'ziga xos qoidalari, talablari va nozik jihatlari mavjud. Har bir bosqichda diqqatli bo'lish, barcha ma'lumotlarni to'g'ri va to'liq taqdim etish sizning muvaffaqiyatli tarzda bu yordamni olishingizni ta'minlaydi. Endi esa eng amaliy qismga o'tamiz. Bu yangi to'lovni olish uchun siz nima qilishingiz kerak? Qaysi idoralarga murojaat etishingiz lozim? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi va arizani qanday to'ldirishingiz kerak? Barchasini qadam-baqadam tushuntirib beraman. Birinchi qadam ma'lumot to'plash va eligibilityni tekshirish. Eng avvalo, siz o'zingizning ushbu qo'shimcha to'lovni olish huquqiga egaligingizni aniqlab olishingiz kerak. Buning uchun siz bir necha manbalarga murojaat qilishingiz mumkin. Bir pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti. Bu yerda siz yangi qoidalar, talablar va minimal yashash standartining joriy miqdori haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. 2. MyPongah bu yagona interaktiv davlat xizmatlari portali. Bu portal orqali ham tegishli ma'lumotlarni topish va hatto ba'zi bir ma'lumotnomalarni olish imkoniyati mavjud. Uch mahalla fuqarolar yig'ini yuqorida aytib o'tganimdek, mahallangizdagi mas'ul xodimlar sizga dastlabki maslahatlar berishi va sizning holatingizda qanday yo'l tutish kerakligini tushuntirishi mumkin. Ular sizning ijtimoiy ahvolingizni yaqindan bilishganligi sababli eng aniq yo'nalish berishadi. 4. Davlat xizmatlari markazlari DXM har bir tumanda joylashgan DXM filiallari ham bepul maslahatlar beradi va sizga yo'nalish ko'rsatadi. Ushbu ma'lumot manbalari orqali sizning pensiyangiz va boshqa daromadlaringizning umumiy miqdori
minimal yashash standartidan pastmi yoki yo'qmi? Hamda oilangizda nogironligi bor shaxs yoki qaramog'ingizdagi voyaga yetmagan farzandlar bormi? Shularni aniqlab olishingiz lozim. Agar siz yuqorida aytib o'tilgan misollardagi o'y shabuvi Ahmad bobo yoki Gulnora opa kabi holatlarga mos kelsangiz, demak keyingi qadamlarga o'tishingiz mumkin. Ikkinchi qadam kerakli hujjatlarni to'plash. Ariza bilan birga taqdim etilishi lozim bo'lgan hujjatlar ro'yxati quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin. Fuqarolik pasporti yoki ID karta, asl nusxasi va nusxasi. Bu sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjatdir. 2. Pensiya guvohnomasi. Pensiya olinganligini tasdiqlovchi hujjat. Shuningdek, uning nusxasi. Bu sizning pensiya oluvchi ekanligingizni va pensiya turini ko'rsatadi. 3. Daromadlar to'g'risida ma'lumotnoma. Agar siz pensiyadan tashqari boshqa rasmiy daromadga ega bo'lsangiz, ushbu daromad manbalaridan, masalan, ish joyingizdan, ijara shartnomasidan olingan ma'lumotnoma. Agar hech qanday qo'shimcha daromadingiz bo'lmasa, bu haqda arizada ko'rsatishingiz yetarli bo'ladi. 4. Nikoh guvohnomasi va oila a'zolari haqida ma'lumotnoma. Agar siz oilali bo'lsangiz va oilaviy sharoitni hisobga oluvchi imtiyozga murojaat qilsangiz. Ushbu ma'lumotnoma sizning oilangiz tarkibi va har bir a'zoning statusi haqida ma'lumot beradi. 5. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi nusxalari agar sizning qaramog'ingizda voyaga yetmagan yoki nogiron farzandlar bo'lsa. Har bir farzandingizning tug'ilganlik guvohnomasi nusxalarini ilova qiling. 6. Nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma. Agar siz yoki qaramog'ingizdagi shaxs nogiron bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi TMMK tomonidan berilgan nogironlik guruhi va sababini tasdiqlovchi hujjat. 7. Mahalladan ma'lumotnoma. Ba'zi hollarda sizning moliyaviy ahvolingiz va yashash sharoitingizni tasdiqlovchi mahalladan beriladigan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Bu ma'lumotnoma mahallangiz tomonidan tasdiqlangan bo'lishi lozim. 3-qadam ariza topshirish. Kerakli hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng siz arizani quyidagi idoralar orqali topshirishingiz mumkin. 1. Hududiy pensiya jamg'armasi bo'limi bu ushbu masalalar bilan bevosita shug'ullanadigan asosiy organdir. Siz o'zingiz yashaydigan tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan borishingiz va arizani joyida to'ldirishingiz mumkin. U yerda mutaxassislar sizga arizani to'g'ri to'ldirishda yordam beradi. 2. Davlat xizmatlari markazlari DXM. Bu markazlar bir darcha tamoyili asosida ishlaydi va turli davlat xizmatlarini olishni soddalashtiradi. Siz DXMga murojaat qilib, ushbu qo'shimcha to'lovga ariza topshirishingiz mumkin. DXM xodimlari barcha kerakli hujjatlarni qabul qilib, ularni pensiya jamg'armasiga elektron shaklda yuborishadi. Bu usul ko'pchilik uchun qulay, chunki navbatlar kamroq bo'ladi va xizmat ko'rsatish tezroq amalga oshiriladi. 3. MyBokagov. Uz portali orqali. Faqat agar elektron ariza berish imkoniyati mavjud bo'lsa, ba'zi turdagi ijtimoiy to'lovlar uchun elektron ariza topshirish imkoniyati joriy etilgan. Agar ushbu yangi to'lov uchun ham shunday imkoniyat mavjud bo'lsa, siz uydan chiqmasdan turib elektron raqamli imzo yordamida arizangizni onlayn yuborishingiz mumkin. Bu eng zamonaviy va tezkor usul hisoblanadi. 4-qadam arizaning ko'rib chiqilishini kuzatish. Arizangizni topshirganingizdan so'ng uning ko'rib chiqilish muddatini bilib olishingiz va muntazam ravishda uning holatini tekshirishingiz tavsiya etiladi. Pensiya jamg'armasi yoki DXM sizga arizangizning qabul qilinganligi to'g'risida tasdiqnoma berish shart. Bu tasdiqnomada odatda arizani ko'rib chiqish muddati va uning holatini tekshirish uchun noyob raqam ko'rsatiladi. MyBokagov portali orqali ariza topshirgan bo'lsangiz, o'z shaxsiy kabinetingiz orqali arizaning harakatini onlayn kuzatishingiz mumkin. Ko'rib chiqish muddati qonunchilikda belgilangan bo'lib, odatda 25 ish kundan oshmasligi kerak. Agar bu muddatdan keyin ham javob olmasangiz, tegishli idoraga, pensiya jamg'armasi yoki DXMga qayta murojaat qilishingiz mumkin. Bu qadamlarga qat'iy amal qilsangiz, siz davlatimiz tomonidan taqdim etilayotgan ushbu muhim yordamni olish imkoniyatini sezilarli darajada oshirasiz. Hech qachon o'z huquqlaringizni bilmaslik sababli imkoniyatlarni qo'ldan boy bermang. Aziz do'stlar, bugun biz may oyidan boshlab joriy etiladigan pensionerlarimiz uchun davlatdan beriladigan yangi sezilarli miqdordagi to'lovlar haqida atroflicha suhbatlashdik. Ko'rib turganingizdek, bu nafaqat moliyaviy yordam, balki davlatimizning keksa avlodga bo'lgan g'amxo'rligining yorqin namunasidir. Bu yangilik har bir pensionerning hayotini biroz bo'lsa-da yengillashtirishga, ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan.
Sizdan iltimos, ushbu ma'lumotni o'zingizning oila a'zolaringiz, qo'shnilaringiz, do'stlaringiz, barcha pensionerlar bilan baham ko'ring. Chunki kimdir sizning yordamingiz tufayli o'z huquqini bilib, undan foydalanishi mumkin. Bu haqiqatan ham katta yordam bo'ladi. Sizningcha bu yangi choralar yetarlimi? Davlatimiz yana qanday yordam dasturlarini joriy qilishi kerak? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Har bir fikr biz uchun qimmatli. Videoga like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling. Chunki kelgusida ham siz uchun foydali bo'lgan ko'plab amaliy maslahatlar va muhim yangiliklarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha